Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Sizlarni YK Abdusovka g'ishtlarimizni 2026-yildagi yangi narxlar bilan tanishtirib chiqamiz. Standart g'ishtlarimiz bor. Bularimiz uzunligi 25, eni 12, 6,5 qalinligi bo'ladi. 2600 so'm zavod narxini beryapmiz. Xo'p, keyingi g'ishtlarimiz 9 li paltarashka deyiladi. 808, eni 12, uzunligi 25 bo'ladi. Bu katta etajli domlarga, quruvchi akalarga tavsiya qilamiz. Juda sifatli g'ishtlarimiz. Bular hozirgi narxlari 3200 so'm chiqyapti donasi. 1 kvadratiga 42 donadan ketadi. Standartimiz esa 52 donadan keladi 1 kvadratiga. Keyin bizni yarimtalik zavodskoy g'ishtlarimiz ham bor. Ikki tomoni ham silliq bo'ladi, ikki tomoni ham ursa bo'ladi. 6,5 ga 6,5, uzunligi 25 bo'ladi buni ham. Kvadratiga 52 donadan ketadi. Hozirgi narxlar zavodimizda 2000 so'm chiqadi. Bizda pishirilgan g'ishtlar ham bor. Turkmanistonning g'ishtlari bor, Qirg'izistonniki bor, Rossiyaniki bor, har xil razmerlari bor va agnopolniy g'ishtlarimiz bor. Bularni ham kelsalar zavod narxida chiroyli holatda qilib beramiz. Xo'p, bizda 9 li yarimtalik g'ishtlarimiz ham bor. Bu ham endi 6,5, qalinligi 9 bo'ladi. Kvadratiga buni 42 dona ketadi. Zavodimizning narxi buni hozir 2500 so'mdan qilib beryapmiz. Kattaroq qurilish obyektlar bo'lsa, bizda cheklanmagan miqdorda g'ishtlarimiz bor. Katta ob'yemda qilib beramiz. Xudo xolasa sifatli g'ishtlarimiz. G'ishtlarimiz sertifikatlangan, garantiyalari ham bor. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beramiz kelsangiz albatta. Dastavkalarimiz butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda, o'zimizda transportlar bor. Manzilga qarab kelishilgan juda bir sizlarga ma'qul qilgan holatda qilib beramiz xudo xolasa.